Assalomu alaykum o'rtoqlar. Mana xudo xolasa hozir boshlanajak final, ya'ni Fargiz gilamlari hamda Oltiariq terma jamoasi o'rtasida final boshlanmoqda va jamoalar tayyorgarlik qilmoqda. Bu esa mana Fargiz gilamlari, bu tomonda esa Oltiariq jamoasi. Dahshatli final, yil finali, yil o'yini. Tarkiblar o'ta qo'rqinchli, dahshatli. Eng taniqlilaridan, aniqrog'i men taniganlardan bu tomonda mana Dima. Fargiz gilamlarini mana o'zlaring bilasizlar, tarkiblari qanaqaligini va kimlar o'ynashini. Xudo xolasa dahshatli final kutib qolamiz. Buvaydalilar bormisizlar? Buvaydada haqiqatda bugun turnir final yonadi. Hammaga omad ikkala jamoaga ham. Kechirasizlar. 77-chi Muhammad Qodir Umarjonov. 5-chi Tandirjon Abduqahhorov. Fargiz gilamlari jamoasi finalga tayyor, Zaman Building ham tayyor chiqib kelishdi. Xudo xolasa do'stlar, dahshatli final, yil finali, yil o'yini. Ahrorjon Rahmatov. Bu esa Zaman Building tarkibi. Do'stlar, ikkala jamoada ham asosiy tarkib Buvayda, Joe Arena tayyormisizlar? Dahshatli finalga, yil finali, xudo xolasa dahshatli o'yin. Bu yerda kelgan ikkala jamoa kim yutadi bilmadim, lekin aniq mana muxlislar yutadi. 100%, mana to'ldirib o'tirishdi stadionda. Bugun kelgan muxlis yutadi. Tarkiblar o'ta qo'rqinchli, dahshatli. Yevropa Chempionlar Ligasida ham bunaqa tarkib ko'rmaysiz.